Rahmat, bugungi kunda yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni munosib ish o'rinlariga yo'naltirish hamda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish borasida qilinayotgan ishlar albatta har doim mavzu. Ayniqsa, sal avval muhtaram muxbirlarimizning chiqishlari orqali ham ma'lum qilinganidek, demak, Buxoroda ham, qolaversa hududlarning turli joylarida ham muhim bir tadbirlar bo'lib o'tmoqdaki, bu haqda o'sha yerda bo'lib turgan qo'shma televizion studiyadagi jurnalistlarimiz, muxbirlarimiz to'g'ridan-to'g'ri voqea markazidan xabar berishadi. Va yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish mavzusiga qaytsak, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va aynan mana shunday muhim tashabbuslardan biri Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi Jizzax shahrida ham tashkil etildi. Ayni vaqtda hamkasbimiz Alisher Zoidov jonli efir orqali Jizzaxdan biz bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldilar. Alisher, efirdasiz. Marhamat. Tafsilotlarni eshitamiz sizdan. Assalomu alaykum. Navbat uchun rahmat. Studiya yuqorida ta'kidlaganidek, Talaba Expo 2026 mana 2 yildirki bitiruvchi talaba yoshlarimizni, ishsiz yurgan tengdoshlarimizning bandligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lyapti. Bu yil ham o'tgan yilgiga nisbatan farqli ravishda Jizzax viloyatida 120 dan ortiq korxona, tashkilot va idoralar 1300 dan ortiq bo'sh ish o'rinlarini yoshlarimizga taklif etishyapti. Va statistik raqamlardan yana biri esa bugungi kunda Jizzax viloyatida 5 ta oliy ta'lim muassasalarini 9000 nafarga yaqin bitiruvchi talabalarimiz tamomlaydi. Undan qariyb 60% ni esa Jizzax davlat pedagogika universiteti talabalari tashkil etadi. Xo'sh, ularning bandligini ta'minlash borasida bugun universitet jamoasi va rahbariyat tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti? Keling, dastavval shu kabi savollarimizga universitet prorektori Farruh Akchayevdan javob olamiz. Assalomu alaykum. Jizzax davlat pedagogika universitetining joriy o'quv yilida barcha ta'lim shakli va yo'nalishlarda 5000 dan ortiq talabalarimiz bitiradi. Quvonarli jihati shundaki, mana shu bitiruvchi talabalarimizni bugungi kunda 42% doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Shu bilan bir qatorda kelajakka qadam loyihasi doirasida ham mana 2 yildan beri talabalarimizni biznes g'oyalarini imtiyozli kreditlar ajratib, o'zlarini ishlab chiqarish, tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun keng imkoniyat berildi. Joriy o'quv yilida o'tgan yilgidan 2 hissa ko'p, bu yilga shu vaqtda 100 dan ortiq talabalarimizga 2 milliardga yaqin imtiyozli kreditlar ajratildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, qolaversa kelajakka qadam markazi, tijorat banklari va Jizzax viloyat hokimligi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ushbu ko'rgazmada talabalarimiz haqiqatan ham bugun o'zlari istagan kasbga va bo'sh ish o'rinlariga, mo'may daromadga ega bo'lish imkoniyatiga erishdilar va ana shunday talaba yoshlarimizdan biri ham hozir shartnoma imzolash imkoniyatiga ega bo'lgan O'tkir Qozoqov ham bizning yonimizda. Assalomu alaykum. Bugun qanaqa ishni o'zingizga ma'qul deb topdingiz? Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti bitiruvchisiman. Men bugungi o'sha Talaba Expo 2026 dan o'zim Jizzax shahridagi katta yirik bir ishlab chiqarish korxonasi, o'zim xohlagan korxona bilan shartnoma imzolashga muvaffaq bo'ldim va universitetni bitirishim bilan u yerda ish faoliyatimni boshlayman va men bugun juda ham xursandman. Uni sizga ko'rsatib bera olmayapman, chunki o'zim xohlagan kasbda, o'zim xohlagan joyda, o'zim xohlagan ishni qilishga muvaffaq bo'ldim, erishdim. Buning uchun prezidentimizdan, o'sha tegishli mutasaddilardan yaratib berilayotgan imkoniyatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga, fikrlar uchun omad tilaymiz va hozir kunning ikkinchi qismida esa aynan biznes sayohat tashkil etilgan yirik avtomobil zavodlarida hozir yoshlarimiz ishtirok etyapti va undan so'ng rahbar va yoshlar uchrashuviga ham start beriladi. Biz kechki dasturlarimizda yana bu haqida batafsil ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz. Bizda hozircha shular. Rahmat. Rahmat Alisher, Jizzaxdan jo'natilgan maxsus ma'lumot jonli efirda hukmingizga havola qilindi.